Assalomu alaykum, berani yo'llar obunachilarimiz. Termotravetin degan narsa bor ekan. Qadam akamizda, shu Qadam akamizga yonma uydim. Termotravetin haqida ma'lumot kerak bo'lsa, videomizni ko'raverasizlar. Like bosib, kommentariy yozib, fikr mulohazalaringiz bo'lsa bildiraverasizlar. Keyin Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram kanalidan YouTube boshlayotirman. Shu yerga nesini tashlab ketaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadam aka, ishsiz yaxshimisizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimi? Shukr keldik. Qalay? Qadam aka, termotravetin bor deb chaqirdingiz. Ha. Mana keldik, termotravetin deb xalqqa ko'rsatdik deb. Biz shunday narsalarga qiziqibman men o'zim. Termopanel deymiz endi buni. Termopanelmi? Termopanel desa zakaz etaveradi. Zakazga. 4likmi, 5likmi? Mana 3lik mana bo'ladi. Mana nesi qalinroq-ku buning. Termopanelisi. Travetinning o'zi qalinroq-ku buning. 1 santi. Bu da 1 santi. Prosta buyani o'tib ketganmi? O'tib ketganda bunday aylanib o'tib ketgan. Buni ne bor bu? Ava. 2-3 mm ne borda, ya'ni qalbga yopishib qolmasligi uchun. Tushunarli. Aylanib ketadi. Aslida bu yerda 1 sm bo'ladi. Buning har turli nesidan bor ekan buning? Ava. Mana bulanday turdan bor ekan, mayda-mayda. Ava. Mana cho'tir variantlar ham bor. Cho'tir variant deydi ekan. Bu yog'i Dojdoviki va nu deydi bu. Shunday deb aytiladi. Tomchi. Tomchi. Yomg'ir tomchi. Mana shu termotravetin degan. Qattiq bo'ladi ekan. Termotravetin qattiq bo'ladi. Buni aynalari nurlar bilan ishlangan bu ayna. Aynalar, Buna dovraklar buni dekor deydi buni. dekormi? Ava. Dekor bilan yo'llatda shunda. Penoplast bu. Shu narsani savol beradi. Yo'q, shu narsani savol beraveradi-da mana. Timur shu oynasini ishlab yo'ladi ekan. Bunday qaptallar qanday bo'ladi ekan degan savolni ko'p beradilar-da. Shuga so'rayapman u. Bu ham dekor, shundaymi? Penoplast ustidan travertin seviladi buni, ustidan kraska uriladi. Stiklarni shpaklab qilib, ustidan kraska uriladi. Xohlagan rangingizda kraska uraverasiz. Yaxshi. Bu kvadratinicha so'mini bularni bizga aytdik shunchasini. Summalarni ham yozing. Ayting. Buni ko'rsataveramiz keyin qolganlar. hozir mana oyda aksiya bo'lyapti. Avan. Bayramda. Ya Qurbon bayramida aksiya etdik. Shu oy poli. Iyun oyida zakaz etganlarga 120 ming so'm, 120 ming so'm kvadrati. Kvadrati 8 danasi 1 kvadratga kiradi. Kvadrat degan narsani tushuntiring-da, men yaxshi tushunmayman kvadrat. Kvadrat degani 1 metrga 1 metr bo'ladi. 1 metr. Az to'xtang. Mana bu yerdan. Ava. Qayergacha 1 metr? Shugacha 1 metr. Mana miydan shu yerdan shugacha 1 metr ekan ava. Endi pastgacha. Pastga qarab 1 metr. Pastgada 1 metr, bu yoqda 1. 4 burchak bo'ladi. 4 burchak bo'ladi. Shunda 4 burchak bo'lgan vaqtimda 8 danasi kiradi ekanda 4 burchakka. 8 danasi shunda 1 kvadrat deb aytiladi ekan. 8 danasi 150 ming so'm dedi. Yo'q, 120 ming deydi. 120 ming. 120 ming ichida mendan nu bor, dastavki. Buni shoplarna zaterkisi bor. Zaterka berasiz. Lak bor. Lagini ham beraman. Undan keyin 100 kvadratga 30 xalta kleyni ham qo'shib beraman. Kleyni ham qo'shasiz. Ya'ni shu oyda iyun oyida kleyni bonus et. Mana hozir uyingizning razmerini bilasiz qo'ying. Mana nechagancha mana uyingizning elde? 15 metr. 15 metr balandligi 375. 375. Shuni bir ko'paytirib bersak, qani 15 ga ko'paytiring qani? Shu yerning kvadratini bilik. Ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz. 3.70 mi? 75. Beraber. 15 qator bo'ladi-da. 56 kvadrat, 56 kvadrat. Endi 56 ni 120 ni 56 ga ko'paytiring qani? 56 kvadrat bo'lganda bunda darvoza bor, uni olamiz. Mana eshiklarda, oynalarda 50 deb yaxshi, 50 deng. 50. 50 kvadrat. Ko'paytiramiz 120 ming. 120. Havo. 6 million so'm. Shu yerda 6 million so'mda mana elde. Elde 6 million, yaxshi 6 millionga endi buni dekor nelarni qo'shsa bir 6,5 deb qo'ydik. Shunday bo'ladi-da. Endi buni ustanok ketib beruv qanday bo'ladi? 6,5 emas, 7 millionga boradi dekor. 7. Sal qimmatroq. Biz sotib olamiz buni. Ustanokka qanday bo'ladi buni? Necha so'mga netib beradi masalan? Yopishtirib, qag'ad ekan-ku. Ustalar bilan kelishaveradi uni. Qag'ad ekan-ku kvadratini. Mana shu qag'ib ishlaydi ekanda, bu qag'iladi ekan. Rasmimiz. Hozir buni ishlangan yeri bor, ishlangan. Qadam aka, bunida boshqacha razmeringiz turibdi. Bu qanday razmer bu? Bu 30 ga 60 kattaroq qo'yadimiz bu. 30 ga 60 ham? 30, uzunligi 60 bo'ladi, balandligi 30 bo'ladi. Bu 25 ga 50 hozir. Bu 25 ga 25 ga 50. 50 bo'ladi. Bu 30 ga 60 kattaroq. Bu ikki etajli uylarga bo'ladi bu. Tushunarli. Ishlanib turgan yerimi?
eshitib qag'iladi ekanda. Rasmiy pryamoy mana nega qag'orasan ekan buni? Divorning isini. Ola. Keyin ichine nima yuborib qo'ysizmi? Nu. Buni Kleyga kafilniklar yapıştıralım. emasmi? He, kleyga yopishtiramizmi endi buni? Kleyga yapıştırıp, Mana kleyga yopishtirilgan ekan mana. kleyga yapıştıramız. Undan Ova. keyin samolyot qatiramiz. He, mana kleyga yopishtirilib, so'ng qamalasiz. Aha. Ipga tortiladi. Buna ip bor. Yibinda ya urganda u. Yani chiqish. urug'in tekis liniyasi chiqish uchun. Mahkam ekan ya bunisi. Keyin Mahkam bu sindiradi. issam suv ham netmaydi. O'tmaydi ichkariga Issin undan. ham, suv ham Suv ham o'tirmaydi bu o'tmaydi, ichkariga. Mana pesini ham bor ekan, bunday naqshlari mana. Peslarni ham ko'ryapsizlar. Pesini ishitamiz, ya betonning 3D variant. Bular 3D variant deyiladi o. bu 3D'ler bu da qimmatroq bo'ladi. Kvadrati 140 dan yuradi bular. Bular 140 danmi kvadrat? Buni 2 kilo 600 bo'ladi, buni 3 kilo 200 bo'ladi. Shu hisobidan ko'proq. Buni ham 8 danasi 1 kvadrat 1 kvadrat bo'ladi. 25 ga 50 bu. O ranglari bor ekan, qarang mana. Mana shunday 3D ekan, mana chiqib turibdi bu yeri. Endi sizlarga qanday ko'rinib turibdi? Menga mana chiqib turibdi mana. Yoptirib prestitib turadi. Nechalik turadi ekan? Bu laklanmagan variant, hali bu laklanmagan. Bu ustidan laklanadimi? Laklanadi. Ajoyib bo'lsin. Shunda 6 million, 7 million ketadi ekanda, 15 ga 375 bo'lsa. Eldiga. Travitellardan ham arzon tushadimi shunda? Travitellardan arzon tushadi u. Arzon tushadi. Travitin degan shu travitin degandagi o'zi sanoqsincha so'm hozir bilmayman bir 100 dan ziyod hozir. 100 dan ziyod bo'lsa usta haqqining o'zi. Usta haqqining o'zi shundayroq deb eshitdim. Ishlaymiz bu yoqda mana. Ishchamiz shu yerda. Adam ekan mana shu yerda ishlaydi ekan mana qalblari mana. Qalb shu mana. Qush netib ketgan mana hozir. Mana. Qalbda shunday qalbda ishlaydi ekanda, o'zi qo'lida ishlaydi. Mana 3D. Mana 3D varianti yo'q. Yuviladi chang bo'lib qolganmi? Endi chang bo'ladida biz yaxshi shamol bo'ladi. Mana vibratorimiz. Mana vibrator, shu vibratordan etib, unda qarilib, mikser qo'ndi bu. Mikserda qarilib, vibratorga netiladi. Mana shu narsa orqasına qo'yiladi. Agar shu ishni o'rganaman, biznes boshlayapman degan odamlar bo'lsa, men uyretib ham qo'yaman. Uyretasizmi? Bu shagirdim ham bor, Navoiydan bir shagird chiqardim o'zi. Yana shagird bo'lib, o'rganaman deganlar bo'lsa, kelaverasizlar ana. Qadambay ekan uyretadam. O'zim kanalimda qo'yib boraman ishlarni. Universal 95 degan kanalim bor. Universal 95 Qadambay ekan Universal 95 dan admini, bloger gapning qisqasi. Ko'raverasizlar, hozir videosini tashlab ketaman, shu yerda so'ylagan yerine tashlab ketaman. Linkini. Shu o'zim kanalimda ishlarimni qo'yib boraman. Nerga apardik, dastavka etdik, nerlarda ishladik, nima bo'latir, hammasini qo'yib boraman kanalimga. Qo'yib boravering, o. Yaxshi bo'ladi. Mana. Shu oyda zakaz etsalar, shu oyda bonusimiz shu kley bo'lib turibdi hozir. Kley 30 xalta 100 kvadratga 30 xalta kley beramiz. 30 xalta berasiz qo'shib. Qo'shib beramiz. 120 ming aytib o'tiramiz. 120 ming. To'ka iyun oyida bo'ladi-da bu, shu oyda. Yaxshi. Katta rahmat o'rna Qadambek. Boshqa kamchiliklar bormi? Yo'q, sizga rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi. Telefon turib, ekranda telefon nomer qo'yamiz. Qo'yamiz. Обязательно. Yaxshi. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.